Hammaga assalomu alaykum. Qo'y bozor kanalimizning obunachilari, YouTube foydalanuvchilar, chorva ishqibozlari, qo'y qo'zi qo'chqor ishqibozlari va mana shunday toza qo'chqor ishqibozlar. Akalar o'ta zo'rlardan, o'ta noyoblardan yetib kelib qoldi. Videoni erinmasdan oxirigacha ko'rib turinglar. Xudo xolasa zo'rlardan bugungi partiyamizga chiqadi. Xo'p, video syomkalarimiz Namangan viloyati, Namangan tumani, Tepaqo'rg'on qishlog'i, o'sha arzonchilar, optimchilar qishlog'i, Tepaqo'rg'on qishlog'idan olib boryapmiz. Hafta kuniga Juma, Sayyidul Ayyom, Juma ayyom hammalarga muborak bo'lsin deb video syomkalarimizni boshladik. Videoda, so'zda xato kamchiliklar bo'lsa, oldin uzr so'rab qo'yamiz. Qo'chqorlarni o'ta noyoblardan yeb qoldi, yomon qarang, mashalloh. Bayava yemini yeb turgan, 2 oy, 3 oydan bas bayava yemini yeb turgan qo'chqorlar. Olib borib, bemalol yemini berib boqaverasiz, xudo xolasa yeb ichishdan umuman muammo yo'q. Bir qator ko'ringlar qo'chqorlarni akalar, hammasi udor, zo'r boqadigan, oyoq qo'llar uzun-uzun haqiqiy boqadigan qo'chqorlar aka. Soni 8 dona, yosh oyligi 9-10 oylik atrofida. Xudo xolis qo'chqorlar haqiqiy boqadigan zo'r qo'chqorlar akalar. Tavsiya qilaman, olinglar, xudo xolisi yeb ichishdan umuman muammo yo'q ekan. Yeb ichishini ko'rdim, sinadim, yeb ichishdan umuman muammo yo'q. Yana bir hafta 10 kunga sinov muddati bor akalar. Bu yoqdan muammo yo'q. Xudo xolis qo'chqorlar zo'r. Obunachimiz olib boqsa, baraka topadi, xudo xolasa. Mana qaranglar, qo'chqorlarni mashalloh. Mana zo'rini qidirib yurgan akalarimiz bo'lsa, videoni jo'natib qo'yishim esdan chiqmasin ekan. Qo'chqorlarga qaranglar, mashalloh. Havas qilgan xonadonda bundan-da zo'rlardan boqishlik inshaalloh nasib qilsin aka. Qo'chqorni qarang. Mana. Ko'ringlar, hurmatli obunachilar, qo'chqorlar haqiqatan zo'r qo'chqorlar. Boqadigan hamma suyali, qovurg'ali qo'chqorlar. Mana qarang, mashalloh, mana qaranglar. Aka. Xudo xolos bularni bo'y bastaga keladigan bo'lsak, bo'y bastlari 80 plus minusga olaverasizlar, hurmatli obunachilar. Haqiqiy go'sht yo'nalishida boqadigan qo'chqorlar. Qirg'izistonda Talas oblasidan o'tgan 2 oy, 3 oydan bas yemini yeb turgan qo'chqorlar ekanlar. Yeb ichishdan aytaman, umuman muammo yo'q. Yeb ichishga yana bir hafta 10 kunga sinov muddati bor. Xudo xolasa bugun hafta kuniga Juma, sanamizga 30-yanvar 2026-yil. Akalar, o'ta zo'rlardan keldi. Buni oxircha ko'ringlar. Bundan keyingi partiyaga ham zo'rdan chiqadi, xudo xolasa. Mana. Xo'p, buni narxiga keladigan bo'lsak, hurmatli obunachilar, 8 tasini bitta obunachimiz olaman, qiziqdim degan obunachilarimizga buni narxi, xo'p, bir joyda olaman deganlarga 5.500.000 so'm, 5.600.000 so'mga narxlar yo'q. Bir joyda oling, bo'ladigan senasini qo'yamiz. 5.300.000 so'mdan xudo xolasa narx qo'ydik. 5.300.000 so'mdan dastlabkasi ham Toshkentgacha besplatni yetkazib olib borib beriladi. Qo'chqorlar haqiqatan zo'r. Uzoqdan kelib ko'raman degan obunachilarimizga ham bittadan lakasdan tashab beramiz. Tepasiga kelib ko'rib olsalar ham qo'chqorlar yoqadi akalar. Haqiqiy boqsalar ichingiz chiqib qo'y boqasiz. Yeb ichishidan aytaman, umuman muammo yo'q. Yeb ichishiga bir hafta 10 kunga yana bir qator sinov muddatlari bor. Mana qo'chqorlar qarang akalar. Mana o'ta boyavoy, haqiqiy karbonuslarni qarang. Qirg'izistondagi tozasi. Mana. Bunda razrezlari o'ta tikka haqiqiy boqadigan qo'zi. Hali chiqazmagan, xudo xolos qo'zi, hali o'sadi bu. Mana qarang. Ichishini. Mana hurmatli obunachilar, ko'ringlar. Qo'chqorlar haqiqiy zo'r. Birorta g'ubori yo'q, aybi nusxi yo'q. Xudo xolisini olib boqsangiz bo'laveradi aka. Mana qarang, umuman muammosi yo'q. Ukar dori unaqa qilishingiz shart emas, xudo xolisa. Erta-borga chiqqandan keyin bitta jununi chiroyli qilib og'izga qo'ysangiz, qo'chqorlar haqiqiy zo'r o'zgaradi aka. Qarang, o'zi ulg'ayib, haligi tashti shakka yaqinlashib qolgan, rosa o'zgarishga keldi qo'chqorlar. Qarang, mana. Haqiqiy zo'r. Endi buni qanaqa ma'lumot qolib ketgan bo'lsa, xudo xolis telefon qilsalaring, ma'lumotini berilaveradi aka. Qo'chqorlar 5.300.000 so'mdan realni bo'ladigan savdosi qo'yildi. Mana 5.5, 5.700.000 unaqa deyish kerak yo'q, hurmatli obunachilar. Hammani ham YouTube ko'ryapti, ko'zi ochilib qoldi pashta o'ziga. Uni bo'ladigan senasini qo'yib 5.300.000 so'mdan hammasini olganga yana oz-moz kelishadigan joyi bor. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar, hurmatli obunachilar. Like-ni bosib, qo'llab-quvvatlab turish esdan chiqmasin aka. Kanalga obuna bo'lib, like bosib turinglar. Xudo xolos mana qo'chqorlardan, sololardan shu kanalda imkon qadar tez chiqarishga harakat qilaveramiz aka. Sizlardan iltimos like bosib,
qo'llab-quvvatlab turinglar. Like hech qanaqa megabayt unaqa olmaydi. Prosta mana videomizni kengroq odamga tarqashiga sabab bo'ladi. Mana. Bemalol aloqaga chiqaveringlar. Akalar yoqqan bo'lsa like bosib aloqaga chiqing. Ishingizda Xudo xolasa chiroyli qilib bitkazib berishga harakat qilamiz. Qanaqa ma'lumot qolib ketgan bo'lsa telefon qiling. Telegramlardan videolarini tashab beriladi, bo'ylarini o'lchab videosini tashab beriladi. Bemalol aloqaga chiqaveringlar. Akalar Xudo xolasa ishlaringni bitirib berishga harakat qilamiz. Hammani ishi bitadi. Telefon qilgan odamning ishi bitadi. Bundan keyingi partiyaga navbat beraveramiz. Bundan keyin ham o'ta zo'rlari bor aka. Oxirigacha ko'rib turing, erinmasdan, Xudo xolasa. Mana, bir qator ko'ringlar. O'ta singan, chiqqan, axsagani yo'q. Hammasi sog'lom, boqadigan qo'chqorlar. Aloqaga chiqaveringlar, hurmatli obunachilar. Keyingi partiyaga navbat beraveramiz. Mana qo'chqorlar. Mana, aloqaga chiqing aka, qo'ylar zo'rra kelgan. Haqiqiy boqadigan zo'ridan kelgan. Aloqaga chiqavering. Hurmatli obunachilar, mana ikkinchi partiyamizga 2 dona puli yengil variantidan so'raganlarga shunaqasidan qaranglar, mashalloh. Ular ham Qirg'iziston qo'chqorlari akalar. Uy sharoitida 2 oy 3 oydan bas boqilgan, xudo xolasa, yeb ichishda umuman muammo yo'q. Bemalol yeb ichishiga 10 kun, 15 kunga sinov muddati bor, hurmatli obunachilar. Mana qo'chqorlarga qaranglar. Ikkalasi ham yeb ichishdan yaxshi, nastreniyasi zo'r, sog'lom qo'ylar mana. Monqasi aqib, munni-punni manqasi aqadagan emas, qarang. Mana, hammasi sog'lom mana. O'ynab turibdi ikkalasi ham. Mana. Xo'p, akalar bularni yosh oylik keladigan bo'lsa, yosh oyligi 8 oylik u yoq bu yog'ida bo'y bastlari 75 plyusga olaverasiz, hurmatli obunachilar. O'ta suyali, mana qarang, oyoqlarini. Mana, ikkalasini ham olib boqadigan haqiqiy toza qo'zilar. Xudo xolasa narxi qulay, aka. Jipini olaman degan obunachilarimizga buni bo'ladigan senasini qo'yamiz. Xudo xolasa ikkalasini olaman degan obunachilarimizga buni bo'ladigan sena 8 million 500 ming so'mga dastlabkasi mutlaqo tekin yetkazib olib borib beriladi. 8 million 500 ming so'mga bo'ladigan sena qo'yildi akalar. 4,5 ga 4 million so'm. Aloqaga chiqib bog'lanaverasizlar ekrandagi nomerlarga. Xudo xolasa shoshilib aloqaga chiqing. Bunaqasi kamdan kam aka. 4 million 250 ming so'mdan 8 oylik qo'chqorchalar. Bo'yi 80 ga yaqin. Xudo xolasa 75 plyusga olaverasizlar, hurmatli obunachilar. Haqiqiy boqadigan variantda. Yeb ichishini ko'rdim, yeb ichishda umuman muammo yo'q. Yeb ichishiga yana bir hafta 10 kunga xudo xolasa sinov muddati bor. Bemalol aloqaga chiqaveringlar akalar. Qanaqasidan kerak desangiz, xudo xolasa siz to'p berishga harakat qilamiz. Mana. Aloqaga chiqing, like ni bosisham esdan chiqmasin, hurmatli obunachilar. Like bosib turinglar. Mehnatni ozmoz qadrlab, like'larni bosib, kanalga obuna bo'lish ham esdan chiqmasin. Mana. Ko'ringlar akalar. Ikkalasi ham haqiqiy zo'r qo'chqor. Boqadigan oq yuzini qarang, yuzlarini. Xudo xolasa asa boqadigan qo'chqorlar. Yoqqan bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar, hurmatli obunachilar. Qanaqa ma'lumot qolib ketgan bo'lsa telefon qiling, telefon orqali ma'lumotni beraveradi. Akalar, video syomkalarimizni shu yerda yakunlaymiz. Hammani chorvasiga, kasbkoriga Alloh taolo baraka bersin, ishlaringga rivoj. Keyingi video syomkalarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'linglar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Aloqaga chiqaveringlar akalar. Hammasini xayri sunnatiga o'tib beriladi. Aloqaga chiqaverasizlar.